Hisobingizdan 170 yuan sarflangani aniqlandi. Hisob darajangiz yangilandi. Endi soniyasiga 170 yuan daromad. O, bu rostdan ham menga ko'p daromad olib kelyapti. Bu yerdan tezda keting. Bu savdo markazida siz hattoki savdo qilishga ham loyiq emassiz. Juda ham ko'p odamlar. Qani edi hammasi menga pul sarflashga yordam bersa? Menimcha gapni tushuntira olmadim. Qo'riqchi, Janob, bugun shu yerdagi hammani xarajatlarni men to'layman. Hamma erkaklar, ayollar, qariyalar va yosh bolalar, xonim va janoblar, menga qarang. Hozirdan boshlab 3 soat mobaynida qilgan barcha xarajatlaringizga men to'layman. Qanchalik ko'p xarajat qilsangiz, men shunchalik xursand bo'laman. Meni bu dunyodagi baxtli odam qilinglar. Janob Chen, lab bo'yog'i sotib olsam bo'ladimi? Faqat bittami? Hammasini olsangizchi? Janob Chen, men ham sotib ola olamanmi? Do'kondagi barcha narsa do'konni o'zini sotib olsangizchi? Ajoyib! Nimaiki sotib olsangiz ham ertaga baxtli bo'ling. Hisobingiz yangilandi. Soniyasiga $1000. Hisobingiz yangilandi. Soniyasiga $10,000. Yo xudoyim, Soniyasiga $50,000. ko'proq sotib oling. Sotib oling. Hisobingiz yana yangilandi. Soniyasiga $1,000,000. $1,000,000.